Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Bugungi book trailer o'zbek adabiyotining taniqli adibi Said Ahmadning Ufq romani asosida tayyorlangan. Ufq xalqimiz boshdan kechirgan og'ir va sinovli davrlarni, insonlarning hayoti, orzu-umidlari, quvonch va iztiroblarini aks ettirgan ta'sirchan asardir. Romanda urush yillari va undan keyingi davr hayoti keng tasvirlanadi. Urush tufayli ayriliqqa uchragan oilalar, front ortida tinimsiz mehnat qilgan insonlar, yaqinlaridan xabar kutib yashagan onalar va yorlar taqdiri orqali o'sha davrning og'ir nafasi kitobxonga yetkaziladi. Asarda insonning turli sinovlar qarshisidagi holati, muhabbat va sadoqat, xiyonat va kechirim, yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash mahorat bilan tasvirlangan. Qahramonlarning boshdan kechirgan voqealari orqali yozuvchi insonning asl qadr-qimmati og'ir kunlarda namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Ufqni mutolaa qilgan sari urushning inson hayotiga qanchalik katta iz qoldirganini, tinchlik va osoyishtalik aslida naqadar bebaho ekanini chuqurroq his qilamiz. Asar bizni sabrli bo'lishga, yaqinlarimizni qadrlashga va har qanday vaziyatda insoniylikni yo'qotmaslikka undaydi. Roman yakunida esa hayot o'z yo'lida davom etadi. Og'ir kunlar, yo'qotishlar va sinovlar ortda qoladi. Ammo inson qalbida kechgan kechinmalar, olingan saboqlar va xotiralar abadiy saqlanib qoladi. Ufq o'tmish haqida hikoya qiluvchi, ammo bugungi kun uchun ham muhim saboqlar beradigan asardir. Bu roman bizga bir haqiqatni eslatadi. Hayotga qanday sinovlar bo'lmasin, inson qalbidagi umid so'nmasligi kerak. Chunki ufq ortida hamisha yangi kun, yangi umid va yangi hayot bor.